Erkin Asiya Radyosu'nun 14 yanvar gündeki xabarda Avrupa Uyghur İnstitutu'nun məsulü Fransiyada Uyghur meselesini to'ntishda halqılık rol oynayotgan Uyghur siyasi faaliyetçi Doktor Dilnur Reyhan 12 yanvar günü özünün ijtimoiy taratqusi orqali Parijdagi Xitoy elchixonasining o'zini sotqa arz qilganligini bildirdi. Onun aytishicha o'tgan yili o'tkazilgan bir bayramda Xitoy elchixonasining tashviqot lozunglariga qizil bo'yoq chechayotganligi uchun uni sotqa arz qilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha 2022 yili 9 sentyabrdan 11 sentyabrgacha Fransiyaning Berendki shahrida insonparvarlik bayrami o'tkazilgan bo'lib, mazkur festivalga Xitoy elchixonasi taklif qilingan ekan. Fransiyadagi Xitoy elchixonasi Twitterda mazkur festivalda 3 kunlik ko'rgazma uyushtirganligini e'lon qilgandan keyin Fransiya Yeshillar partiyasi a'zolaridan tashkillangan bir guruh Xitoy elchixonasining chediri oldiga kelib, Uyg'urlarni qo'llab namoyish qilgan. Namoyish qatnashgan Dilnur Reyhan va lager shoiri Gulbahor Jalilova Xitoy elchixonasi qurgan chedir oldidagi tashviqot lozungisi va ustallarga qizil ranglik bo'yoq chechayotgan. Dilnurning bildirishicha, ayni vaqtda u tashviqot lozunglariga rang chechayotganda chedir oldidagi Xitoyning amonlik qo'g'dash xodimi tomonidan to'sqinlikka uchirgan. Tartish jarayonida Dilnurning qo'ldagi rang o'zining kiyimiga chachirash bilan birga Xitoy xodimining usti beshiga chetilgan ekan. Xitoy elchixonasi mazkur voqeadan keyin yana o'tgan yili sentyabr oyining o'ttirlari Dilnurni sotqa arz qilgan. Lekin insonparvarlik bayrami o'tkazilgan rayonning saqchisi dekabr oyining oxirlari Dilnur bilan aloqalashgan va saqchixonaga kelish kerakligini aytgan. Shuning bilan 12 yanvar kuni Dilnur o'zi bilan aloqalashgan saqchixonaga berib, saqchilarning ayni vaqtdagi ahvollar haqida so'rgan savollarga javob bergan. Dünya Müslüman Cemaatleri Kengişi deb atalgan bir tashkilotga a'zo 14 davlatdan kelgan 30 dan ortiq atalmış musulmon ulamolarning 8 yanvar kundan boshlab bir necha kun Sharq Turkiston ziyorati bo'lib, Xitoyning tashviqotini qilishi, muhojiratga Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlarining yana bir qitim kuchli nafratini qo'zg'adi. Merkezi Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazi 11 yanvar bu xususda e'lon qilgan chaqiriqida Xitoy rejimi Albaniya, Bahrayn, Bosniya, Misr, Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya Arabiston, Suriya, Tunis va Kuvayt qatorliq musulmon davlatlardan bir turkum musulmon ulamo va tadqiqotchilarni Sharq Turkistonga elib berib, o'zining Sharq Turkistonga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va islom qarshi turishni pardozlash uchun hozirlagan sahnalarini ziyorat qildirdi. Bu ziyorat Xitoy doiralarining musulmonlarni Uyg'ur musulmon qarindoshlari uchun qo'zg'alishdan to'sish uchun islom dunyosi qarta elib berayotgan keng ko'lamli saxta uchur tarqitish faoliyatining bir qismi hisoblanganligini, ziyorat jarayonida Xitoy amaldorlarining saxta tashviqot va uchurlarini sahnada ko'rinishlarga aldangan musulmon vakillarining ig'zidan dunyoga tarqatganligini, oxirida islom dunyosini Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lmasligini ta'kidlagan. 15 yanvar kuni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining uyushtirishi bilan Xitoyning islom dunyosidagi ta'tir tashviqoti qarshi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Yig'inga İstanbuldagi Falastinlik olimlar jamiyati, Amerika Islomiy munosabatlar kengashi, Turkiya IHH insonparvarlik yordam jamiyati va Malayziya musulmon yoshlar harakati, Falastin, Iroq, Liviya, Yaman qatorliq davlatlarga tava ommaviy tashkilotlar qatnashgan. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom sekretari Ma Shungroy 12 yanvar kuni har qaysi viloyat oblastlarning partikom sekretarlariga yig'in ichib, partiyaning asosiy qatlamga bo'lgan kontrolligini texim kuchaytirishni, Şinjanning ijtimoiy muqimligi va uzun muddatlik aminligini kuchli tashkiliy kapolat bilan ta'minlashni talab qilgan. 14 viloyat, oblast va avtonom rayonluq partikomiga bevosita qarashliq har qaysi organlarning birinchi qo'l partikom sekretarlariga chaqirilgan yig'inda yig'inning qatnashuvchilar o'zlarining 2022 yili ishlagan xizmatlaridan ma'lumot bergan. Mazkur yig'inda Ma Shungroy Shi Jinpingning o'tgan yili Sharq Turkistonni ko'zdan kechirganda bergan yo'l yo'riqi, partiyaning yangi davrdagi Şinjanni bostirish strategiyasini amaliylashtirish talab qilib, asosiy qatlamni chang tutish va asos silishni Şinjanni muqimlashtirish va aminlikka erishtirishning mustahkam uli qilib, asosiy qatlam partiya tashkilotlarining umumyuzlik olg'i besishi, umumyuzlik kuchlik bo'lishi, ijtimoiy muqimlik, uzun muddatlik aminlik va go'zal Şinjan barpo qilish uchun tashkiliy kapolat bilan ta'minlashni ta'kidlagan. Ma Shungroyning asosiy qatlamda partiya qurilishini kuchaytirib, ijtimoiy muqimlikni tashkiliy kapolat bilan ta'minlashni talab qilishi doiralarning o'tgan yildagi 24 noyabr Urumchi o't ofat keltirib chiqargan keng ko'lamlik norozilik harakatiga qaytirgan inkosi deb qaralmoqda. Urumchidagi Do'nko'rik cho'ng bozoriga yaqin joydagi Uyg'urlar o'ltirishliq binoda yuz bergan fojialik o't ofati Sharq Turkistonning ichi va sirtida Xitoy fuqarolarining yuqumi qarshi keng ko'lamlik norozilik harakatini keltirib chiqargan. Uyg'urlarning 2017 yildan beri keng ko'lamlik tutqun qilinishiga sukut qilib kelgan Xitoy jamiyatidagi bu norozilik Xitoy hukumatini cho'chitgan edi.
2022 yillik statistikalik ma'lumotlarga qaraganda Xitoyda tunji qitim o'lganlarning soni tug'ilganlardan eshib ketish hodisasi ko'rilgan bo'lib, mutaxassislar buning Xitoy uchun g'oyat zo'r bir krizdan bishorat berdiganligini ta'kidlagan. New York vaqt gazetining 16 yanvardagi obrozida aytilishicha, Xitoy hukumati necha 10 yillab majburiy va qattiq yo'l qo'ygan planliq tug'ish siyosati aholining nopos qurilmasini, yosh qirliq farqini keltirib chiqargan eng chong sun'iy omil bo'lib qolgan. Buning bilan yaqin kelgusida Xitoyda ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga kerakli emgak kuchi yetishmaslik krizisining dastlabki shapillari borliqqa kelishga boshlagan ekan. Kaliforniya universitetining professori Wang Fangning bildirishicha, Xitoy endi nopos jihatdan olganda qirlar bilan to'lib ketgan bo'lib, nopos soni shiddat bilan to'vanlayotgan ekan. Obrozda aytilishicha, Xitoyning uzun yillar davom qilgan planliq tug'ish siyosati tufaylidan navbatda yoshlar bilan yashanganlarning nisbatida zo'r ta'tir tanasib kelib chiqqan. Ya'ni kelib o'tgan 40 yil ichida tug'ilib cho'ng bo'lganlarning mutlaq ko'p qismi farzandlik bo'lishni xohlamaydiganlar bo'lib qolgan. Hozirgi statistika bo'yicha bo'lganda 2035-yilga borganda Xitoyda 400 million kishi 60 yoshdan oshadigan bo'lib, bu hozirgi Xitoy noposining 3dan 1ga yaqin salmoqni egallaydi ekan. Ya'ni kelib hozir yuqori pallaga chiqayotgan Xitoy virusining vabosi texim ko'p noposni yo'q qilish rolini o'ynashga boshlagan ekan. Gerçi Xitoy hukumati yaqinda planliq tug'ish siyosatini bekor qilib, 3 farzandlik bo'lishga ruxsat qilib, ko'p farzandlik bo'lganlarga turli moddiy mukofotlarni va'da qilgan bo'lsa-mu, nurg'un yoshlar bola beqish xarajatining ig'irligi, uy bahosi, ma'arif va davolanish chiqimlarining shiddat bilan o'rlab ketish qatorliqlarini bahona qilib, farzandlik bo'lishni rad qilib kelgan ekan. Obrozda aytilishicha, bu xil nopos chekinishi mohiyatda Xitoy davlatining kelgusidagi iqtisodiy va ishlab chiqarish sistemasiga g'oyat zo'r salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lib, Xitoy iqtisodining yaqin kelgusida davomli dunyodagi 2-o'rinda turish tura olmasligi ig'ir sinoqqa duch kelayotganligini ta'kidlagan. Xitoy hukumati necha 10 yillab Sharq Turkistondan neft qaziyotgan bo'lib, yaqinda cho'nqurligi 8000 metrdan oshadigan neft quduqlari Tarim neftligidan qazilishga boshlagan. Tangirtog' to'rining 9 yanvardagi xabarda aytilishicha, bu xil quduqlarning ko'pinchisi 8 kilometrdan oshadigan bo'lib, Xitoy ta'min etgan neft burg'ulash xaritasidagi son-sanoqsiz chekitlar bu xil quduqlarning navbatda ko'plab qazilayotganligini ko'rsatgan. Bu xil quduqlardan eng yengilari 9325 metr cho'nqurlikda qo'llanish plan qilingan bo'lib, navbatda jiddiy qazilishga boshlagan ekan. Shu sababdan Xitoylar bu quduqqa Xitoydagi eng cho'nqur qo'llangan nuqta deb nom qo'yib olgan. Bu quduqlarning cho'nqurligi dunyodagi eng egiz cho'qqa deb atilayotgan Chomolongma cho'qqisining umumiy egizligidan eshib tushganligi Xitoy axborotlaridan ko'plab o'rin olgan. Xitoyning eng chong energiya ombiri deb atilayotgan Sharq Turkiston yillardan buyon Xitoy iqtisodining jon tomiri bo'lgan neft, tabiiy gaz, ko'mir qatorliqlar bilan ta'minlab kelayotgan bo'lib, Uyg'urlarning namoratlik ichidagi turmushi izchil buningga rushan selishtirib bo'lib kelayotganligi ma'lum. Yaqinqi mezgillarda bu xil zo'r ko'lamdagi energiya qizish paydo qilayotgan ko'plagan ishkilamchi omillar, jumladan suv boyligining xurab ketishi, muhitning ig'ir bulg'inish qatorliqlar har sohaning jiddiy diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. 14 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti o'zlarining Twitter betida bayonot e'lon qilib, Ilhom To'xti shartsiz qo'yib berilsin degan. Bu bayonotda Ilhom To'xti qo'lga ilinganligi 9 yil bo'lgan bu kunni eslash bilan birga, uning Uyg'ur va boshqa millatlarning haq-huquqi haqida so'z qilganligi uchun muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi eskartilib, bu xil fikr qilishning turmaga loyiq jinoyat emasligini alohida ta'kidlagan ekan. Mazkur komitetning tor betida Ilhom To'xti uchun ichilgan maxsus betga Ilhom To'xtining qisqacha ahvoli, uning tutqun qilinishi hamda xalqaroning inkosi qo'shimcha qilingan. Yevropa parlamentining a'zosi Engin Arog'li shu kuni o'zining Twitter betida uchur yo'llab, Yevropa parlamentidagi xizmatdoshlari bilan birlikda Ilhom To'xtiga erkinlik degan suratni ko'targan kollektiv suratni ham bahrilagan ekan. İlham To'xtining koni tonishlaridan bo'lgan Xitoy ziyolisi Saoyashu 13 yanvar kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishining to'r betida Ilhom To'xti bilan suhbat temasida obzor maqolasi e'lon qildi. U obzorda Ilhom To'xti bilan bo'lgan g'oyibona suhbat xotirasini yozish orqali uning maktabdagi hayoti, Bejondagi hayoti va turmadagi hayoti to'g'risida o'ylaganlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashdi. Xitoylarning Chag'an bayrami, ya'ni bahor bayrami yetib kelish oldida Sharq Turkistonning har qaysi joylarida turli tabriklash faoliyatlarining tayyorliklari boshlanib ketgan bo'lib, yillardagidek Xitoy axborotlarida Sharq Turkistondagi bir yangilik sifatida keng tashviq qilinishga boshlagan.
Xitoy xabarlar torining 19 yanvardagi xabarda aytilishicha, oldingi oqshimi Urumchining eng yiroq joylaridan bo'lgan Davanchang rayonidagi Everg'ul rayonida Qashtish toshqan bilan bahor bayramini kutib olayli temasida chag'anliq ko'ngil ichish faoliyati o'tkazilgan. Bu xildagi faoliyatlardan tipik Xitoycha aloyidalikka ega madaniyat sayohat faoliyati Xotan viloyatidan o'tkazilgan. Atalmış Şinjan gezisining 19 yanvardagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati Shichu teatri, Panus saylisi, qadimiy Xitoycha she'rlarni deklamatsiya qilish qatorliq turlarni bu yillik qishliq sayohatning muhim temalaridan qilib bekitgan ekan. Xitoy hukumati yillardan buyon Sharq Turkistondagi Xitoycha milliy kimlik va o'rtaq kimlik tushanchisini umumlashtirishga kuch chiqarib kelayotgan bo'lib, har qaysi joylardagi Uyg'urlar izchil majburiy holda Xitoycha shaklda Xitoylarning Chag'an bayramini qutluqlashga majbur qilinib kelgan. Shu sababdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi izchil xalqaroning diqqatida bo'layotgan. Dunyo islom davlatlarining elchilari Sharq Turkiston ziyorati bo'lgan bir paytda Xitoycha madaniyat san'at turlari orqali qishliq sayohat bozorini jonlantirish tashviqotining o'ttirg'i chiqishi har sohaning diqqatini qo'zg'amoqda. Texmi muhimi Xitoydagi Xitoy virusi yuqumi shiddat bilan kengayotgan bir paytda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda texmi ko'p ommaviy yig'ilish faoliyatlarini uyushtirishi turli gumonlarga sabab bo'lmoqda.